Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bu men Glazer MC. Bugungi videoda men mana shu ko'rib turgan One Blockda yashab qolishim kerak. Hop, bo'lmasam One Block boshlandi. Xo'p, biza nima qilamiz? Hop, bloklarni sindiramiz. Wow, non. Bular nima ekan? İngilizce tushunmayman. Nima inglizcha bilan. Faqat inglizcha. O'zbekcha bo'lsa bo'lmaydimi? Tushunmayman. Birinchi navbatda One Blockni o'zgina atrofini o'rab qo'yishimiz kerak. Tushib ketdi. One Block kipinivitar yoniq emasda. Qo'rqaman shunga. Nima? Wow. Qochadi bu. Voy. Qatga. Yo'q. Hayır. Wow, birinchi daraxt. Hop, o'sish bor, bilya. Yo'q, nimaga bu? Nima keragi bor? Oddiy blok ber. Yana. Nima keragi bor shuni? Daraxt ber yaxshisi mana. O yana beryapti. Wow. Yo! Shoshmay. Bu g'irromlik emas bu. Bilasizlarmi, g'irrom ishlatmayman. Xo'p, qayerda edi inventar mana. Xo'p, bu g'irromlik emas. Bu o'z xususiyatidan foydalanish deb nomlanadi. Nom bersang ham bo'ladi. Chunki bu axir qanaqasiga bu? Nima bo'lishi mumkin? G'irromlik bo'lishi mumkin. Bu o'z xususiyatidan foydalanish. Chaolina. Mana bo'lar ekan-ku. Yo'qol. Daraxt. Yo'q. Nima bo'lganini ham bilmayman. Mana. Xo'p, mana va mana. Vestakni qo'yamiz. Tapor yasaymiz. Kerak yo'qni albatta. Bitta cobblestone bersa yaxshi bo'lardi, lekin. Yo'qida bulujnik. Deyiladi. Somon. Ko'proq daraxt berib, oraliq masofani kattalashtirib olish kerak. Albatta bu
qo'y berganda yaxshiroq bo'lardi. Mana endi qochib ketolmaysan. Xo'p, boshlanishiga yerdan yasab turaveramiz edi. Nechta masalan? Har yoniga 4 tadan qo'yamiz. 1, 2, 3, 4. Bu yoqqa ham shunaqa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hamma yoqqa 4 tadan qo'yib chiqamiz. Crafting table turgan ekan bu. Noqulayroq bo'lyapti. Mana qanday qo'yaman endi men? Xo'p, 1, 2, 3 va 4. Shu oralikda endi barchasini yaxshilab orasini to'ldirish kerak. Mana shu loy bilan. Hamma uyda endi loy bo'lish kerak-ku. Siz ham umringizda bir marta bo'lsa ham loydan uy qurgansiz. Yoki qurmaganmisiz? Mana eshik ketdi. O'lib qolamanmi, tushib qolamanmi deb qo'rqaman-da. Birinchi yog' tayyor, endi ikkinchisi. O'tirib qo'yamiz. Mana 1, 2. Bu yog'ini ham shunday asta-sekinlik bilan to'ldiramiz. Loylar tugadi. Endi van blokni, bu van blok emasmidi? Qaysi biri van blok? Bumi? Bu emas. Nimaga? Bumi? Bu emas hattoki. Nimaga? Bu ekan, mana topdim. O sunduq. Ichida suyak kukuni, bir ikkita ozuqa, gul. Shularmi faqat? Mayli endi nima ham derdim. Mojang xatosi emas. Mayli hech yo'q. Tagini ham yamab boramiz. Har ehtimolga qarshi. Mana. Xo'p, ertalab bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Qo'y bermadi hattoki. Xo'p, buzaveramiz. Wow! Sig'ir. Chiqib ket. Mol. Nimaga maza qildim? Go'sht uchunmi? Kipinivitar yoniq baribir. Bizga bu xavf tug'dirmaydi. Umuman. Tarvuz berdi. Loylar, yerlar yo'q-da. O, qo'y. Sen o'lishing kerak emas. Nega aynan oyoqqa borib turib olding? Astagina sirilib turdi. Mana o'lding. Bizlar uchun bu yaxshi. Daraxt. Oshqovoq. Cho'chqa. Yo'qol. Tushib ketdi. O'ldirmoqchi edim, mayli. Mana tarvuz, loylar, daraxtlar. Yer. Mana yana mol berdi bizga bitta. Yerlar, bloklar, daraxtlar. Va blokda qanaqa blok bo'lsa ham beryapti-de. Oq daraxt. Yer. Daraxt. Oq daraxt. Qoralari bor yonida. Daraxtlarni biz endi blokka aylantirib olamiz. Ana shunday qilib. Xo'p. Asta sekinlik bilan to'ldirib boshlaymiz bu taraflarni ham. Mana.
Mana bunday, shunday. Bunday qilib mana to'ldiramiz. Bilaman, video cho'zilib ketyapti. Bu video menimcha 15 daqiqadan ko'p bo'ladi. Hali biz bir kun ham yashamadik. Bola. Shuning uchun like bosib chiqib ketavering desam, hazillashdim. Albatta like bosasizlar. Nimaga bosmaysizlar? Ko'rasizlar, bosasizlar, bo'ldi. Like bosish tekin, obuna bo'lish tekin. Nimaga bosmaysizlar? YouTube yaratib beryapti. Bosinglar endi. Biz ham harakat qilyapmiz mana. Qiynalib montaj qilishga, ovoz berishga mana. Hop, bizga bitta yog'och yetmayapti. Mana tayyor. Topor ham tayyor mana. Daraxtlarni buzamiz. Yerlar. Qo'y chiqdi. Hop. Bola, biz videoni shu joyda yakunlaymiz. Ikkinchi qism 10 ta like dan keyin chiqadi. Xayr.